Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Qamashi shaharchasida elimizda ardog'ida bo'lgan, mexanizatsiyaning qiroli bo'lgan hurmatli Norboyaga Niyozovlar sulolasi, hurmatli Azizjon Niyozov o'zlarini chiroyli go'zal niyatlari bilan elimizga, yurtimizga bir chiroyli madaniy hordiq ulashmoqlikni niyat qilib xayriya konsertini boshlab qo'ydi. Biz bugungi chiroyli go'zal estafetani, chiroyli jarayonni, xalqiga qilayotgan bir baradoli chiroyli ezgu amallarni boshlab qo'ygan, savoblarni, ezguliklarini shior bilgan Azizjon Niyozovga tashakkurlar bayon aylab, qarsillatib, qarsaklar guldastasini yo'llab tashakkurimizni aytamiz. Yurtim, senga she'r bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtin butun, olam aro atagan tanho. Ular she'ri ushti ko'p yiroq, qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq. Takrorlanmas go'zal vatanimizda tinchlik, barqarorlik bo'lsin. Har bir go'zal maskanda albatta chiroyli to'ylar yarashadi. Har bir chiroyli el o'zini bayramlari bilan, to'ylari bilan, sog'ligi, tinchligi bilan o'zini baxtli deya his qiladi. O'sha bugun chiroyli Qamashi shaharchasi aslida ma'naviyat, madaniyat maskaniga aylangan chiroyli shahar emasmi? Ana shunday go'zal yurtda albatta bugun Komiljon Otaniyozovda ajoyib shogirdi, izdoshi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan ajoyib san'atkor Og'abek Sobirovning shogirdi yurtimizda radio televideniyadan elimizga manzur bo'lgan, elimizda qalb imtihonlarini zabt etgan, millionlab qalblarga ezgulik urug'larini qadab kelgan ustazoda san'atkor, ajoyib iste'dod, O'zbekistonimizda mustaqilligini, ma'naviyatini, madaniyatini butun sayyoraga, butun koinotga baralla ijro qilib kelayotgan vatanimizda ajoyib bir chiroyli ijodkori, ajoyib san'atkori, sehrli sozlari bilan o'sha bugun millionlab insonlarga madaniy bir hordiq ulashmoqlik uchun davramizga Umidjon Rahimov kelganlar. Qarsaklar guldastasida biz chiroyli davra markazida Umidjonni taklif qilamiz. Albatta chiroyli san'atkorlar, chiroyli suxandonlar, chiroyli ijodkorlar davrasi juda keng, maroqli dam olinglar. Mana shu chiroyli davramizga Baxtiyor M studiyasi o'zlarining mohirona xizmatlari bilan davramizga, bayramimizga fayz beradi. Biz iltimos qilamiz, davramizga tartib bo'lsa, intizom bo'lsa, mehmon do'stlik o'z o'rnida bo'lsa, san'atkorlarga chiroyli iltifot ko'rsatsak, xalqimiz bir chiroyli dam olsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi azizlar. 2021-yil yangi yil har bir elimizning xonadoniga fayzli, barakotli kelsin. Pillamiz, paxtamiz, g'allamiz mo'l bo'lsin. Bozorlarimiz rizq nasibaga, barakotga to'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Nasib bo'lsa elimizda ozginagina tashvish tug'dirib qo'ygan pandemiyalar, koronaviruslar daf bo'lsin. Barchalarning uylarda darvozalarini chertib, to'ylar muborak deyishlik san'atkorlarga nasib qilsin. Marhamat, qarsaklar ohangida kutib olamiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz qashqadaryoliklar. Xush kelibsizlar. Bugun qo'limizdan kelincha sizlarga bugun xizmat qilamiz. Yana konsert uyushtirib turgan akamiz Narbay akamiz, Azizjon akamiz, bu insonlarga katta rahmat aytamiz. Avvalambor rahmat Aziz aka, umringiz uzoq bo'lsin. Narbay aka, umringiz uzoq bo'lsin. Marhamat, qo'shiqlarimiz shu xalqimiz uchun, shu muxlislarimiz uchun davom etamiz. Marhamat. Ras.
Atalıkның malın baktım baherde. Atalıkның malın baktım baherde. Özü turmay üye atadı seherde. Pişirgen aşıları közünün yaşınday. Çakmak taşına onunu birer neherden. Pişirgen aşıları közünün yaşınday. Çakmak taşına onunu birer neherden. Yüreğimde barguredi tüller. Bana köngül berin bağrı bütünler. Yüreğimde barguredi tüller. Bana köngül berin bağrı bütünler. Ayra düştüm sevgenimden dostlar. Közüm yolda, köngülüm yarda şu günler. Ayra düştüm sevgenimden dostlar. Közüm yolda, köngülüm yarda şu günler. Kızıl kumda ayrı sürsem sürülmez. Yad illerde cefa çeksem bilinmez. Kızıl kumda ayrı sürsem sürülmez. Yad illerde cefa çeksem bilinmez. Yad illerinin bağı bilen bakçası. Öz ilimni yantağıca yürünmez. Yad illerinin bağı bilen bakçası. Öz begimni yantağıca yürünmez. Azam bilen mal haydadı padava. Şair malını serdi havadaya. Azam bilen mal haydadı padava. Şair malını serdi havadaya. Sevgenimden haber bilse her kişi. Sünçüge süccü canım sadava. Sevgenimden haber bilse her kişi. Sünçüge süccü canım sadava. Kılay aziz canım sadava. Kılay şirin canım sadava.
men moyil bakan yar Yarkaran gözlerin Latiler menden Şirin canım işkuda yakayar Yarkaran gözlerin Latiler menden Canım kara gözlerin Latiler menden Şu kara gözüne ben de bulayım Ben senden ayrılık kayya barayım Ben bir tığa üzük sende bulayım Yar kara gözlerin Latiler menden Canım kara gözlerin Latiler menden Seherite turip baksam her yana Ben yarını görmesem kalem ermane Neye gözüm düştü kaldım hayrane Yar kara gözlerin Latiler menden Canım kara gözlerin Latiler menden Gözlerince ağlattır Aler canımni Kibriğine açtardır Teker kanımni Sen tilesen men bir Ey canım Yar kara yüzlerin Latiler menden Könlü könlüden gitmez gümanım Bülbülünü destedin gülünü adımavım Seyathan hemrani hayali Yar kara gözlerin Latiler menden
Canım kara gözlerin netlerim ben. Dünyaya sanıp başıma saye salıp öttü. Söz nöbetinde kase devran dolup öttü. Mağrubu meşrik ve tamamen alıp öttü. Bir nağmeçsin içine navalar çalıp öttü. Mecnun görün çaki giriban bulup öttü. Leyla'nı görün un çayı xandon bulup öttü. Leyla'nı görün un çayı xandon bulup öttü. Bir neçelerinin aşık ezel ağı katıldı. Takdiri ezel kitabıda şunday yazıldı. Mesul onel hak diye gülün darga asıldı. Mağrub şahını kızı ol kenarga çatıldı. Mansur anal hediye gülün darga asıldı. Mağrub şahını kızı ol kenarga çatıldı. Yusuf'nu görün kul dediler munda satıldı. Ahirde görün Mısır'da sultan bulup öttü. Ahirde görün Mısır'da sultan bulup öttü. Dünyayı felaket destinden dadile bidat. Sen misli üşel cilve gelir der perizat. Yürekli yazid öttü sürüp nemrdin şeddat. Mesrep okudin içe gazel bin içe ağyar. Şirin diye çekti cefa aşığı Ferhat. Tağlar yüzünü lale reyhan kılıp öttü. Tağlar yüzünü lale reyhan kılıp öttü. Maktım kulu dost tutma ki sendir yan yan. Ağzını küresin danlar kulur sen ne pişeyman. Aldım de havatırı sırat köprüğümüz yan. Ahirde ecel koymadı
Min yıl yaşab Luqman. Aldımda hatırı sırat köprüğümüzün. Ahırda ecel koymadı min yıl yaşab Luqman. Bes qarlık afetidir bu kahrı zımıstan. Köp bendelerinin mülkünü veyran kılıp öttü. Köp bendelerinin mülkünü veyran kılıp öttü. Yusuf'nu görün kul deydiler munda satıldı. Ahırda görün Mısır'da sultan bulup öttü. Sultan bulup öttü. Sultan bulup öttü. Tayetim bulmay kişi, tayetim bulmay kişi bilmez atanı kadrini. Canı dilden terbiye kılgan ananı kadrini. Canı dilden terbiye kılgan ananı kadrini. Bilmeye hiç kimmeke birlevkeni kadrini. Bir neçe işi tabara akrabanı kadrini. Ecrege bilgeyken birlen ükeni kadrini. Tendürüslük lezzetin bimar olanlar biler. Başı yastıkta yatıp ebyar olanlar biler. Köp yatıp ferzedleriga har olanlar biler. Parçayına kadrini köze olanlar biler. Kim kim elmellik de bilmeydi ezanı kadrini. Dostu düşman her kişi bir yana haki aşna. Kaç kişi başı gemişkül küsse sendin bir vafa. Sen üçünlü bir vafa ulfet kılır mı canpıda. Dost kadrin bilmegey başıga düşmezden bela. Karıyı ama bilin bilgey esen onu kadrini. Kolda malın vardı bir yere yer küp. Devletin kiseme gel dilde adı yer küp. Hem kadimi hem nişinlerdini sana zar küp. Suhbetinden itiraz eylep yine bizi arküp.
merdumi hem hala bilgeybi esani kadrini. Bu cihanda bazılarını eyledi tırnak kazar, bazılarga Halık'ın erzan bildi bir şumar, bazını kıldı aziz, bir neçelerini kıldı har. Her ne kılsan Halık'ı şükür eylegin leylin har. Bil hazine sıdk ile şükri Hudanı kadrini, tayitim bolmay kişi, tayitim bolmay kişi bilmez atanı kadrini. Canı dilden terbiye kılgan ananı kadrini, canı dilden terbiye kılgan ananı kadrini. Merhamet, endi Aziz akamizning bir yaxshi yo'lagan qo'shiqi bor. Shuni aytib bermasak bo'lmaydi. Soat edi, vaqti, zamoni, zaman edi qo'shiqini qo'limizdan kelincha aytib beramiz. Marhamat. Saat edi, saat edi, vaqti, zamoni, zaman erdi. Ulmaqlıqaya keramu lütfu fan erdi. Can erdi anam heykeli, canım beden erdi. Ötken gecemen erdim o, ol semutan erdi. Can erdi anam heykeli, canım beden erdi. Ötken gecemen erdim o, ol semutan erdi. Gülüşen türde meskenimiz bir çemen erdi. Yarın bu gece ben sarıya kilgelim ayıl. Vasayet edin boldi meni şenme nazı. Bülbül idi uykuda dağı gül idi gafıl. Güldün ara iki kişiye sunuğuça menzil. Bülbül bilen ikimize güldük vatan erdik. Yüreğime içip bizni kılıp selvi selavraz payda alıp sılmağdin eylemeniz az. Lalin bir ban
Gel ağlıban çeşmifsin saz Es eyledi yağ naz ya Erbede ağaz Köksüm kebi çakılın ana Tirehen irdi Hurşidini yetkerdi bugün çarkı zeberiniz Can birle bedenle bir böyle yine paylaş Lerimeyden işkeç olup Fıravze pes Lerimeyden işkeç bulup Fıravze pes Ben de alı yüzümni kahba İge koyuves Gülberk üzek birikten eğer Çitken irdi
Zindoni pırak, zindoni pırak, İkreyi ben zehri tıpkı. Yüz katre hayatiden bulup renci. Vez akşamıdı sürdüğün şaati kebi devran. Vez akşamıdı sürdüğün şaati kebi devran. Ecrimdi nevayını ger öldürsen erman. Bunçaki murat ana bu acip hasen irdi. Saat idi, saat idi, saat idi, saat idi, saat idi, saat idi. Yaxshi san'atkorni san'atni nurli yo'llarga poyma-poy olib chiqqan qadrli ijodkorimiz, mohir san'atkorimiz Umidjon Rahimov asli O'zbekistonda maqomni, yallani, jonli ijroni, torga mehr berib, torga sehr berib, O'zbegimmi tarixiy jilosini qo'lga olgan Komiljon Otaniyozovning avlodini ajoyib vakili bu ijodkor. Hozirgi kunda O'zbekistonni ma'naviyatini, madaniyatini, san'atini butun dunyolarga targ'ib etib borayotgan jahonning yagona mashhur san'atkori, O'zbekistonimizda nomer adin, eng chiroyli iste'dod, Allohning sehri yu mehri yog'ilgan Og'abek Sobirovning shogirdi Umidjon Rahimovga qarsaklar guldastasini yo'llaymiz. Xorazmdan Qashqadaryogacha 1100 kilometr. Ana shunday olis masofani pisand qilmay, xalqimizni bir didoriga to'yay deya, masofa tanlanmas, xalqni bir xursand qilay deb didor yaqinligini his qilgan Umidjon Rahimovga va eng mohir san'atkorlarga chiroyli takroriy qarsaklarni yo'llaymiz. Hurmatli do'stlar, qadrli mehmonlar, mashhurlar qatorida asli mashhurlarni maskani, mashhurlarni vatani bo'lgan Qamashi shaharchasida san'atni ulug'lagan, ma'naviyatni ulug'lagan chiroyli ijodkorlar soni juda ko'p. Mana shularni chiroyli go'zal xonishlaridan, chiroyli qo'shiqlardan, chiroyli she'r va baytlardan, aytilajak vatan uchun qilayotgan ulug'vor xizmatlardan bahramand bo'lmoqlikni har qachonki kim istasa Baxtiyor M studiyasini Telegram, Nohin kanallari, jonli ijrochilar kanallaridan xohlagan paytingiz siz qalban madaniy ozuqa olishga haqlisiz. Hurmatli do'stlar, qadrli mehmonlar, chiroyli davramizga men havas qilayotgan ajoyib ukalarim, ajoyib do'stlarim, ajoyib shoirlar, ajoyib ijodkorlar, ajoyib san'atkorlarni galma-gal taklif qilsam. 2021 yangi yilda 14 yanvar Vatan himoyachilari kunida keyingi kelayotgan ko'klam go'zal bahorlarda ana shunday chiroyli bayramlarni sizga, bizga, xalqimizni to'y hashamlarini sizga, bizga qoyillatib maromiga yetkazib berishga ulug'vor yuksak xizmatlari singan Shodiyorjonni va O'tkirjonni davramizga chorlasak. Albatta ular galma-gal chiroyli xonish qilib
she'riyatda viloyatimizda mashhur bo'lgan, ham shifokorlikda menda ustoz, ham she'riyatda menga ustoz bo'lgan Banji Berdiyev rahmatli ustozimni ulug'lab xotirlab, ularni shirin nafaslardan, hazil va mutoyibalardan bahramand bo'lmoqlik uchun davramizga Shodiyorjonni qarsakiylar bilan taklif qilsak nima deysizlar? Marhamat, kutib olamiz. Guldiroz qarsakiylar bilan. Qarsak bo'lsin do'stlar. Yaxshilar yoniga yurgilsin o'zing. Doimo dur bo'lsin so'zlagan so'zing. Ustozingdan o'qsang, yana ham ochilar ovozing. Mard ketina yursang, marddek bo'lursan deya. Juma shoir shaniga guldiroz qarsak bo'lsin. Rahmat sizga. Bismillahirrohmanirrohim. Kelajak o'tmishdan go'zal deydilar. Nurli kelajakda ko'p bo'lar to'ylar. Kelajakda amaliga oshar. O'tmishga amaliga oshmagan o'ylar. Bora hasad xiyonat, yovuzlik o'rnini ezgulik olur. Mustaqil O'zbekistonimizga hukmron bo'lib, mana shunday ajoyib baxt kunlari qolur deya. Assalomu alaykum ahli davra qatnashchilari, qo'li qadoq yaratuvchilar, mo'jizakorlar, ustoz donajonlar, paxtakorlar, nuroniylar, elim, xalqim, mahalladoshlar, tun kun xizmatda shay bo'lib turgan ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, vatan posbonlari, ustozlar, shogirdlar, opa-singillar, shifokorlar, bugun bir olam quvonch bilan, bugun bir ne'mat bilan 2021-yil yanvar oyi ob-havoni ko'ring, quyoshni ko'ring, baxtli saodatni ko'ring, mehr muhabbatni ko'ring. Muhabbatli kishilaridan muhabbat bo'ladir paydo. Muhabbati yo'q kishilaridan qochgin huvaydo deya. Bugun mehr bilan, bugun muhabbat bilan, bugun bir ne'mat bilan Allohning dargohida mo'jiza ko'p. Allohning dargohida sir ko'p. Allohning dargohida qarashma ko'p. Men yana bir sirni oshkor qilaman. Bandam menga qaramaydi dedi Alloh taolo. Bir sirni oshkor qilamiz. Bu elni to'plashni butun respublika bo'ylab, butun voha bo'ylab elni to'plashni o'zi bo'lmaydi. Buning uchun havas qilish kerak. Buning uchun niyat qilish kerak. Buning uchun ertalab tong saharda bismillah deb turish kerak. Allohga shukrona bildirish kerak. Ancha yil elimizda, xalqimizda, O'zbekistonimizda butun dunyo bo'ylab pandemiya bo'ldi. Karantin bo'ldi. Elimiz havas qildi. Elimiz niyat qildi. Elimiz Allohga shukr qildi. Ana o'sha shukr bilan, niyat bilan, intilib, havas bilan bugun bu kunlarni guvohi bo'lib o'tiribmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deya. Yetkazganiga shukr, ne'matga shukr, quyoshiga shukr. Davra bo'lib, biz ahli davra bo'lib o'tirishimizga shukr. Guldiroz qarsaklari bilan hammaga tasannolar deymiz. Ana o'sha konsertni, bugungi ajoyib lahzani, bugungi to'yni, ellik to'yini bugun Nurboy akamiz boshchiligida, bugun Niyozovlar silolasi Azizjon Niyozov elga xizmati bilan, elga yaxshiligi bilan, elni to'plab, elni duosini olib, elga qo'shilib, butun O'zbekiston bo'ylab san'atkorlarni jam qilib, yelkama-yelka qilib, Allohning mo'jizasi bilan, qarashmasi bilan bugun ana otajonlarning duosini olib, Allohga shukronalar bilan turibdilar. Yaxshilik qilgin ahli jahon,
yaxshilik ko'rsin. Yaxshilik qilgin. Qilgan yaxshiliging yaxshi odamlarga yetib borsin. Mol dunyo sendan ham, mendan ham qolar. Mol dunyo qolguncha faqat yaxshilik qolsin deya o'zlarining yaxshiligi bilan, niyati bilan, intilishi bilan, omadi bilan, quvonchi bilan, eldorchiligi bilan, elga ta'zimi bilan xush kelibsizlar deb turgan Azizjon ukamizning sha'niga bir guldiroz qarsak bo'lsin. Rahmat sizga. Topganlaringiz to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Bundan ham mustahkam, bundan ham ziyod elimizda, O'zbekiston Respublikamizda, vohalarda, faqat to'ylarda yaxshi kunlarga uchrashaylik. 2021-yil hurmatli yurtboshimiz tomonidan e'lon qildilar. Kelinki yoshlarni qo'llab-quvvatlash, kelinki yoshlar tomonlama ijtimoiy harakatlar, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, barchasi mujassam bo'lib, elni, xalqni salomatligini, boyligini yana oshirish, barchasi mujassam bo'lib kelayotgan ayni bir pallada Azizjon ukamiz, Norboy akamiz boshchiligida Niyozovlar sulolasi, kelinki Davron polvon bobomizni yotgan joylari dohili jannat qilishgan bo'lsin. Havzu Kavsardan suv ichgan bo'lsinlar. Oxiratlari obod bo'lsin. Davraga kirganda e'tibori bor. O'zini mahkam ushlaydi. E'tiqodi bor. Raqibni bosganda qimmatbaho zoti bor. Qashqadaryo vohasida Davron polvon degan oti bor deya. Ana o'sha Davron polvon bobomizning sulolalari, nevaralari bugun el bilan, xalq bilan, mahalla bilan mana bugun hamjihat bo'lib, gala konsert bo'lib, karantindan oldingi daqiqalar, konsertlar, niyatlar, Allohga shukronalar bo'lsin. Sog' salomat baloyi qazolardan chiqdik, o'tdik. Ana o'sha baloyi qazolar endi qolib ketsin 2020-yilda. Endi bu yog'i yangilik, bu yog'i omadlar, bu yog'i niyatlar, to'kin dasturxonlar, Allohning dargohida hamma karashma bilan, mo'jiza bilan, ne'mat bilan, Allohga shukrona bilan, ana niyat bilan kelgan. Kimni ko'nglida qanday niyati bor, orzu havasi bor. Kimdir uchastka quraman deydi, kimdir o'ylanaman deydi, kimdir qizimni chiqaraman, kelin bo'lsin deydi, kimdir yangi mashina olay deydi, kimdir niyat qilib avliyo otalarga xudoy yo'llar eltadi. Barchasi mujassam bo'lsin deymiz. Umrimiz mazmuni yoshlikdir, yoshlik. Qalbimiz quvonchi yoshlikdir, yoshlik. Qariganda kishi cho'mar hikmat bilan, lekin hayot mazmuni yoshlikdir, yoshlik deya. Yoshlikdagi kuch, yoshlikdagi ilhom, yoshlikdagi baxt, yoshlikdagi intilish, yoshlikdagi muhabbat barchasi mujassam bo'lgan ekan. Elimga, xalqimga tinchlik so'rayman. Faqat to'ylarni, yaxshi kunlarni guvohi bo'lsin. Elimda, xalqimda tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Doim yaxshi kunlarga, to'ylarga Alloh muyassar qilsin deya Qamashi qishloq fuqarolar yig'ini nomidan bir olam quvonch bilan mana bugun Nurobod mahallasi, Mushqoqi mahallasi, kelinki Qurbon aka Jahongirov, Sardor akamiz astoydil kamarbasta bo'lib turibdilar. Marhamat qilib bugungi yangilikni, bugungi to'kin dasturxonni, niyatlarni, mustaqil O'zbekistonimizning ravnaqini, gullab borayotgan O'zbekistonimizni bugungi ishonchini, kelinki barcha qaror qonunlar barchasi amalda deya, barcha el nomidan, xalq nomidan, fuqarolar nomidan ikkala akamizni davraga taklif qilamiz. Dil so'zlarini muborakbod etish so'zlarini eshitamiz. Marhamat. Keling Sardor aka. Rahmat Resbo, hurmatli aziz hamqishloqlar, hurmatli mehmonlar, hurmatli Xorazmdan kelgan ukalarimiz, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana bu ukamiz Azizjon bir yaxshi niyat qilib xalqiga mana yig'ib turib shunday bir davr tashkil etgan katta rahmat mahallam nomidan, oila a'zolarim nomidan
tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Nasib bo'lsa kelasi yil bundan katta bir san'atkor orkestr nasib rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum ahli davra, ahli qishloqdoshlar. Mana bugun mana shu qishlog'imizda Azizjon yaxshi tashabbus bilan chiqqan. Mana shu hozir raisimiz ham aytdi, mana bu karantin davrida hamma o'z uyiga qolib, bir-birini mana shu to'ylarimiz ham hammasi shu muhtaram prezidentimiz aytganda 30 kishidan ortmadi. Mana bugungi kun juda quvonchli kun bo'lyapti. Mana yana bayramlarimiz, mana shu O'zbekiston tinchlik davrida mana shu bayram, to'ylar yana davom etyapti. Azizjon, sizga kattakon rahmat. Mana shu sizni har bir ishingizni eslayman, havas qilaman. Mana shu mahallada gaz ham qilib berdingiz. Pashti 129 dan 130 kishiga mana shu tabiiy gaz olib kelindi. Mana yo'llar asfalt bo'libdi. Mana Wi-Fi'lar o'sha mahallaga bordi. Shu bari mana shu mahallani, qishloqni ittifoqchiligi, birdamligi uchun. Mana shu hofizlarga ham kattakon rahmat. Bu akani qo'shiqlarini 2-3 joyda eshitganmiz. Juda ma'qul, jonli ijro aytadi. Shu insonlarga ham rahmat sizga aka. Faqat meni niyatim shuki, mana shu qishloqdoshlar, mahalladoshlar faqat mehr oqibat kerak bir-birimizga. Mehr kerak, havas bilan yashash kerak. Hasad bilan emas. Faloncha mashina oldi, faloncha mana buni ishni qilyapti, pulni qayerdan olib, pulni Alloh beryapti. Havas bilan yashash kerak, hasad bilan emas. Birdan bo'linglar, ittifoq bo'linglar, ahil bo'linglar. Mehr oqibat hech qachon yo'qolmasin. Azizjon, sizga kattakon rahmat. Siz bilan mehmonxonada o'tiruvdik. O'sha yerda ham sovuq kunda men sizga Xudo sabr bersin deb chiqib ketuvdim. O'sha yerda ham 50 ko'nglini oldingiz. Rahmat sizga. Kam bo'lmang, O'zbekiston xalq artisti bo'ling. Rahmat. Qarsak bo'lsin do'stlar. Shirin so'z asabni kori bo'larmish. İnsonga dalda berish bu ham bir dori bo'larmish. Rizqing uchun g'am yema, ey aziz inson. Ming yugurgan bilan peshonada yozilgan bori bo'larmish deya. Bugun peshonada yozilgani, bugun bori, to'kin dasturxoni, niyati, quvonchi, ishonchi, el, xalq, mahalla, ko'chadoshlar, go'zal Qamashi qishlog'imizda mehnatsevar, mehmondo'st xalq, qancha yaxshilar o'tgan bu dunyodan, qancha odamlar, qancha o'qimishlilar, qancha kadrlar ana bu Qamashi elimizga yetishib chiqqan. Ana o'shalarning zurriyodi, o'shalarning davomchisi, o'sha elning davomchilari mana bugun bir olam quvonch bilan, niyatlar bilan, to'kin orzu havaslar bilan Xudoyim bandasini qilsa sarafroz, yelkasidan rizq to'kilar, ham qish va ham yoz deya Alloh taolo sarafroz qilgan ekan. Bugun barchasi mujassam bo'lib turibdi. İnamal a'mol bunyod deyiladi arab tilida. Har bir amal niyatga bog'liq. Niyatimiz pok, qalbimiz pok, yo'limizda to'g'rimiz. Ana barcha orzu-havaslar ushalib boraveradi. Elda to'y bo'laveradi. To'ylarni, yosh kunlarni guvohi bo'laveramiz. Ana shunday daqiqalarni chiroyli qilib, paydarpay, bejirim, abadul abad qilib qolayotgan. Ana bu Qamashining shakl shamoyilini, Qamashi bozorini, ana bu chiroyli tepalikni, qal'ani, o'tmishdan qolgan yodgorlikni, sardobalarni, ko'chalarni, qishning ziynatini, qish oyida chiqayotgan, charaqlab turayotgan quyoshni, Allohning mo'jiza-yu karashmalarini, elni havas bilan qarab turishini, Xorazm elidan san'atkorlar kelib, butun voha bo'ylab, O'zbekiston Respublikasi bo'ylab san'atkorlar keladi. Alloh xudo xolasa, chiroyli kuy qo'shiqlar, olam quvonchlarini bugun paydarpay video lentasiga mo'rlayotgan Baxtiyor Pilis M studiyasiga, sozandalarga, ana elni san'atkorlari Hasanjon Bahriyevlar kelgan, suxandonlar kelgan, O'tkirjon, ana barchasiga, ana Fazli elidan kelib Juma shoir elni ko'nglidan joy olib o'tiribdilar. Barchasiga kattadan katta tashakkurlar deymiz.
barchasiga yaxshi kayfiyat tilab, elni, xalqni bugun musiqaga, dam olishga, kuy qo'shiqlarga chorlar ekanmiz. O'zbekiston televideniyasi va radiosi orqali qo'yta va qo'yta, takror va takror o'zlarining jozibador kuy qo'shiqlari bilan, yangi repertuar ohanglar bilan Komiljon Otaniyozov maktabidan chiqib, bugun ustozlar ko'ngliga tushib, bugun baralla kuylab kelayotgan Xorazmdan kelgan mehmon san'atkor Umidjon Rahimovni gulduros qarsaklari bilan davraga taklif qilar ekanmiz. Bir parda yuqoriroq jozibador ohangda onani, vatanni, do'stligini, sevgini, muhabbatni, bugungi tinchligini, bugungi zavq shavqini, to'kin dasturxonni barchasini mat etuvchi qo'shiqlar bilan so'zi suhbatni yolg'on demanglar. Odam ato momo havo davrida ham so'zi suhbat bor edi. So'zi suhbatni yolg'on demanglar. Oh, shayton jannatdan quvilganda ham so'zi suhbat bor edi. So'zi suhbatni yolg'on demanglar. Oh, Qobil Qobilini urganda ham so'zi suhbat bor edi. Bugun suhbatdan bahramand bo'ldik. Bugun so'zdan bahramand bo'lamiz. Hofizni ovozidan bahramand bo'lamiz. Oh, g'ijjakning nolasidan bahramand bo'lamiz. Doiradan bahramand bo'lamiz. Sintezator villi bas ritmni sehrli barmoqdan bahramand bo'lamiz. Chalma sozingni mug'anni, chalganing titratmasa, chalma sozingni mug'anni, chalganing jazza botmasa chal. Rahmat aka, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi konsertimizni shoh ashulalar bilan davom ettiramiz, taklif qilamiz, o'ynab kulamiz. Marhamat. Xorazmcha ashulalarimiz bilan. Marhamat. Gözlerine göz düşüp kaldım sana baylanıp, hayalimden gitmedin yüreğime caylanıp. Gözlerine göz düşüp kaldım sana baylanıp, hayalimden gitmedin yüreğime caylanıp. Sözlegende sözünde, cadı bağlı gözünde, ahır canım gitti ku yüreğinem yüzünde. Sözlegende sözünde, cadı bağlı gözünde, ahır canım gitti ku yüreğinem yüzünde. Sözlerindim eseldin, tüyledim eseldin. Sözlerindim eseldin, tüyledim eseldin. Sağınıp seni canım, ben yürüp ben keseldim. Sağınıp seni canım, ben yürüp ben keseldim. Sözlegende sözünde, cadı bağlı gözünde, ahır canım gitti ku yüreğinem üzünde. Sözlegende sözünde, cadı bağlı gözünde, ahır canım gitti ku yüreğinem üzünde. Tilbelerce yaşarım gözlerin esirinde, akı gözün alağı nurları tesirinde. Sağlıçım sudun taşar, yürek sen tamal şaşar. Sağlıçım sudun taşar, yürek sen tamal şaşar. Ya sana
aşar Sıraya sana uğrarım Sevgim gün günden aşar Sözlegende sözünde Cadı bağımı gözünde Ahır canım gitti yürek kirem özünde Sözlegende sözünde Cadı bağımı gözünde Ahır canım gitti yürek kirem özünde Sözlegende sözünde Cadı bağımı gözünde Ahır canım gitti yürek kirem özünde Sözlegende sözünde Cadı bağımı gözünde Ahır canım gitti yürek kirem özünde Ahır canım gitti yürek kirem özünde Yürek kirem özünde Marhamat, yana davom etamiz. Marhamat. Aha! Marhamat. Bir görüp aklım çaştı, oy hayalim çolaştı Bir görüp aklım çaştı, oy hayalim çolaştı Bizni birga görgenler havas bilan qaraştı Bizni birga görgenler havas bilan qaraştı Yüreğim yana yana, o'tishdi shirin jana Yüreğim yana yana, o'tishdi shirin jana İş muhabbet yaraşar, şunday güzel zamana İş muhabbet yaraşar, şunday güzel zamana Könlüm şuna baylandı, o da başım aylandı Könlüm şuna baylandı, o da başım aylandı Nereden gelip bu sevgi yüreğime caylandı Nereden gelip bu sevgi yüreğime caylandı Yüreğim yana yana, o'tishdi shirin jana Yüreğim yana yana, o'tishdi shirin jana İş muhabbet yaraşar, şunday güzel zamana İş muhabbet yaraşar, şunday güzel zamana Sevgilim ben bulamam, ne desen hem duramam Sevgilim ben bulamam, ne desen hem duramam Gaplarıma iş alsan seni baktlı kılamam Gaplarıma iş alsan seni baktlı kılamam Yüreğim yana yana, o'tishdi shirin jana Yüreğim yana yana, o'tishdi shirin jana İş muhabbet yaraşar, şunday güzel zamana İş muhabbet yaraşar, şunday güzel zamana Yüreğim yana yana, o'tishdi shirin jana Yüreğim yana yana, o'tishdi shirin jana İş muhabbet yaraşar, şunday güzel zamana İş muhabbet yaraşar, şunday güzel zamana Marhamat, yangi Xorazm qo'shiqlarimiz bilan. Gözün firuzada açtın, saçların sarı sarı Çehrayı alın güya, dört faslın baharı Güllü kaşlarını, nazlı gülüşlerini Ay güllü kaşlarını, nazlı gülüşlerini Bir gün güre koymazsam, kalmaz senin medarı Ay bir gün güre koymasam kalmaz sen medarı Nazın azabı meni derdime darı darı
fida bo'lsin jilvaga jonimni bori nazing azobi meni dardimga dori fida bo'lsin jilvaga jonimni bori desem bir görüşüp kulaşıp isbatlaşalı desem hamisha tayyorsan de bahona dürlü hamisha tayyorsan de bahona dürlü aldığından tutsa da aysandı karı fida bo'lsin jilvaga jonimni bori aldığından tutsa da aysandı karı fida bo'lsin jilvaga jonimni bori sana degan bo'lsam so'zimsiz adil bergilam sana degan bo'lsam so'zimsiz bergan va'dalarimdan o'la qo'ysam qaytmayman bergan va'dalarimdan o'la qo'ysam qaytmayman men bir duraman yoriga desang yori fida bo'lsin jilvaga jonimni bori men bir duraman yoriga desang yori fida bo'lsin jilvaga jonimni bori nazing azobi meni dardimga dori fida bo'lsin jilvaga jonimni bori fida bo'lsin jilvaga jonimni bori güzel peri meydan qadam tashladı Yüreğim gelgen sari dük vura başladı Uzaktan bir güzel peri meydan qadam tashladı Yüreğim gelgen sari dük vura başladı Hakikati yürek tamam şu güzelde geldi yaman Yürüyüşleri gülüşleri hayalımdan gitmez aman Hakikati yürek tamam şu güzelde geldi yaman Yürüyüşleri gülüşleri hayalımdan gitmez aman Yürek tamam şu güzelde geldi yaman Yürüyüşleri gülüşleri hayalımdan gitmez aman Hakikati yürek tamam şu güzelde geldi yaman Yürüyüşleri gülüşleri hayalımdan gitmez aman Hakikati yürek tamam şu güzelde geldi yaman Yürüyüşleri gülüşleri göz aldımdan gitmez aman Hakikati yürek tamam şu güzelde geldi yaman Yürüyüşleri gülüşleri hayalımdan gitmez aman Hakikati yürek tamam şu güzeldi geldi yaman Yürüyüşleri gülüşleri hayalımdan gitmez aman Yanımdan ötse de güzeller yüzler Seni görse yeter yüreğim cızlap Yanımdan ötse de güzeller yüzlap Seni görse yeter yüreğim cızlap Ben ahırı sen izlegin vefadar
yiroqlara gitma gülüm yar izlab men axir sen izlagan vafodor yiroqlara gitma gülüm yar izlab qara gözlaringni qurboni bo'lin aşık yüreğinni sultanı bo'lin qara gözlaringni qurboni bo'lin aşık yüreğinni sultanı bo'lin saladı saye seni bir tekrar üstüne cemalın güzeller üstüne saladı saye kara gözlerinle kurbanı bulin aşık yüreğinle sultanı bulin kara gözlerinle kurbanı bulin aşık yüreğinle sultanı bulin kurbanı bulin aşık yüreğinni sultanı bulin kara gözlerinni kurbanı bulin aşık yüreğinni sultanı bulin kurbanı bulin aşık yüreğinni sultanı bulin kara gözlerinni kurbanı bulin aşık yüreğinni sultanı bulin yangi xorazm chashulamiz marhamat aha yan bahri alar cemallarından gül misli kadrini hallarından ol gül yüzü kaddi kametlerin bülbül kebi hoş navalarından yan bahri alar cemallarından gül misli kadrini hallarından